deganimiz cho'ng, xiao deganimiz kichik. Da xiao deb qalsaqchu, cho'ng kichikligi deganni bildiradi. Masalan, li wu bu fen da xiao, li wu bu fen da xiao, so'g'atliqning cho'ng kichigi bo'lmaydi degan gap. Hamda do deganimiz ko'p, shao deganimizchu az. Do shao deb qalsaq, jiq ozligi deganni bildiradi. Masalan, ni yao do shao, siz qanchalik jiqliqni olasiz deganni bildiradi. Yana masalan, chang deganimiz uzun, duan deganimiz kalta. Chang duan desakchu uzun qisqaligi degan gap. Chang duan heshi ma desak uzun qisqaligi muvofiqmikan, keldimi deganni bildiradi. O'rganib oldingizmi? Undasa, mushu da xiao, do shao, chang duan degan so'zlarni ishlatib, pinyin tushida jumlalarni tuzib avatib beqing. Bizning o'rta saviya hamda yuqori saviyaning yetaklashlari davomlashyapti do'stlar. O'rganishga vaqt chiqara oladigan, irodasi bor, o'rganishni yaxshi ko'radigan o'rganuvchilarimiz uchun yetaklaşlarimiz kunda davomlashyapti hamda bizning o'rganuvchilarimizni kun sari shunchalik hayrat qilyapti. G'ayrat qilsak natijasi bo'lmaydigan ish bo'lmaydi ekan. O'rganayotgan do'stlar ilgarilayapti. Sizmi shu irodaga kelib o'rganishni boshlab olsangiz, asta-asta shu ritmga kirib olsangiz, sizmi albatta ilgarilay olasiz. Bu o'rganmasak o'rganolmaymiz do'stlar. O'rgansak shu o'rganalaymiz. Undaqda sizni o'xshashlam o'rganishga chaqiraman. Boshpatda undador nomerim bor. O'zingizning nomerni bevosita qoldirib qo'ysangiz bo'ladi yoki boshpatdagi nomerimni qo'shib, o'zingizning ahvolini to'liq bayon qilgandan keyin sizga mos keladigan darsxonni tanlab qatnashib olsangiz bo'ladi.